Abdulla Qodiriy. Yozuvchi, shoir, tarjimon, birinchi o'zbek roman muallifi Abdulla Qodiriy. Taxallusi Julqunboy. Toshkent shahrida bog'bon oilasida tug'ilgan. U musulmon va rus tuzem maktablarida, keyinchalik diniy madrasada va Moskvadagi adabiyot institutida ta'lim oldi. Qodiriy rus, arab va fors tillarini yaxshi bilgan, sharq va jahon adabiyoti durdonalarini qunt bilan mutolaa qilgan. Qodiriyning hayoti va ijodi sho'rolar mustamlakasi davriga to'g'ri keldi. U boshqa jadidlar qatorida millatni tutqunlikdan ozod qilish dardi bilan yashadi va erk, ozodlik g'oyalarini o'z asarlarida jasorat bilan aks ettirdi. Yozuvchining bolaligida otasidan eshitgan xotiralari, otasi guvoh bo'lgan, boshidan o'tkazgan voqealar uning asarlarida dunyoga kelishiga muhim ahamiyat kasb etgan. Adibning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon kabi romanlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Abdulla Qodiriy mustamlakachilikka qarshi yozgan asarlari uchun sho'rolar hukumati tomonidan xalq dushmani sifatida hibsga olindi va 1938-yilda otib o'ldirildi. Uning qisqa umri davomida yaratgan boy ijodiy merosi o'zbek adabiyotining durdonalari qatoridan joy oldi.